Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Buxoro shahridan Go'rgazdan mana shunaqa chiroyli domdan 6-qavatdan 68 metr kvadratlik kvartirani sotuvga chiqyapti. To'liq yevro ta'mir qilib qo'yilgan jihozlari bilan birga sotilayotgan kvartira. Hozir video obzorini ko'rsatib o'tamiz. Oxirida narx-navo qolgan ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Aytib o'tgan kvartiramizning ko'rinishi, kiraverishda koridor qismi, buni proyektini uyning egalari 3 xona hisobida tayyorlaganlar, studiya proyektida tushgan. Kattagina hol, mebel divanlar ko'rib turibsiz, stolgacha qo'yilgan. Televizorgacha o'rnatilgan. Oyoqtagilar laminat qilib bo'rilgan. Eshiklari podzakaz MDF eshiklardan. To'g'rimizda oshxona qismi, bu yoqda spalnyasi. Mana bu sanuzul qismi, asosiy gastiniya, ya'ni zal xonasi. To'g'rida pat televizorni taxlab qo'yganlar, patolog gipsokarton, natijnoy, haytag lyustralar, chiroyli pardalar ildirilgan, oyoqtagiga chiroyli gilam to'shab qo'yilgan. Hamma joyda supermosh aboylar ishlatilgan devorang atrof, bu yoqda ham patolog natijnoy, haytag lyustralar, kuxni mebel garniturasi akril ko'rib turibsizlar. Vichka, stiralka, gazli plitasi moykalargacha o'rnatilgan. Uyimizda isish tizimi duxotini katta orqali. Mana bu yoqda sanuzul qismi, to'liq metal granit ishlatilgan, patolog natijnoy, aristonlar elektralik, unitaz Coco litiy, LED abagrev o'yinlari qo'yilgan, smestitel stoyak. Mana bu yoqda esa kiraverishda spalnya ko'rinishi. Spalnyasi ham kattagina, duv spalnyasi tumbuchkalargacha qo'yilgan. Mana bu yoqda pat televizornik shkafchalik qilib qo'yganlar. Akkuratni remontdan chiqqan mana shu 2 xonali kvartiramiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerdan qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar, Go'rgaz. Kvadrati 65 kvadrat, narxi deyilyapti, ozroq summada kelishtirib beriladi. 7 qavatli liftli domning 6-qavatli liftlari ishlab turibdi, srochanga sotilyapti. Kelinglar, ko'ringlar, chiroyli kvartiramiz egasiga aylaninglar. E'tiboringiz uchun rahmat.